Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz TTZ tomondamiz. Bu yerda bir ukamizni uylari 2-3 yil oldin tomlarini o'sha ekspluatirованная крыша foydalanishga tom qilgan ekanlar. Lekin 2 yildan beri suv o'tib hamma yog'ini raso qilib qo'ygan ekan. Demak, biz bu yerda har doimgidek hamma joylarimizni tozalab olib, undan keyin barcha eshiklarni, shoflarni yopishni boshladik. Mana e'tibor qilsangiz, o'sha hattoki har bitta slivni atroflarini ham ochib, bentonit shnur o'rab, u yerga primxor degan materialni tiqib chiqdik. Mana hozir ko'rib turgan joyingizda vazduxavodni ham ustalar shunday chiqarib, sindirib, bitta turbani ulab ketgan ekan. Biz buni ham ochib, atrofiga bentonit shnur o'rab, beton quyishga qaror qildik. Mana bu kadrimizda esa ko'rib turibsiz, barcha o'sha yorilgan shoflarni hammasini bittalab erinmasdan tozalab, kesib chiqdik. Ana undan keyin esa mana hozir ko'rib turibsiz, o'sha qilingan vazduxavodlarning atrofida quygan biz betonlarimiz ko'rinib turibdi. Undan keyin yana bir marta yaxshilab tozalab olib, undan keyin biz o'zimizni maxsus ya'ni elastichniy deymiz, mana biz bolalarimiz tayyorlayapti. Kleyimiz bor. Mana shu kleyimiz bilan biz barcha shoflarni boshqa o'tib chiqib, undan keyin maxsus lentamizni yopishtirib chiqyapti yigitlarimiz. Mana e'tibor qiling. Hamma joyga chiqqanimizdan keyin yana ustidan erinmasdan bolalarimiz atroflariga yana surib beryapti shu maxsus kleyimiz bilan. Bu kley oddiy PVA kley yoki boshqa emas, bu cho'ziluvchan, egiluvchan materialdan bittasi. Mana bu yerda yigitimiz barcha choklarni ochib, u yerga poliuretan va germet tiqib chiqmoqda. Bu joyimizni u ya'ni o'sha temperaturni shofda betonlarimiz torayib kengayishi uchun обязательно u narsani qilish kerak. Mana yigitlarimiz уже birinchi sloyni surishni boshladi. Birinchi sloyga biz TX55 degan materialimizni surdik. Bu обязательно faqatgina maklavitsada suriladi, chunki og'ir material. Ikkinchisida biz Runoflex 2K degan material ishlatdik va uchinchisida alifatika ishlatdik. Shu bilan bu yigitimizni ishini tugatib berdik. Kimga ushbu xizmatlar kerak bo'lsa, marhamat murojaat qiling, sizga ham albatta qilib beramiz.